yana bitta solamiz. Ana endi tuyadi. Bu kiyla bobolarimizdan qolgan udum, mana shu kiylalarga tuyib, abitgacha mana oladigan atalar roshlarini ko'rsatib berdik. Ana endi kiylalarda tuyib olamiz. Ana endi yaxshi tuyib soling. Mamajonlarimizni sumalaklar nima deymiz? Sumalagim dilmalak. Mamajonim sumalakni bering bizga jon halak. Chunki mana shu sumalakka bizlar nima qilamiz? Hammasi yugurishib, mana shu sumalakni atrofida girdi-kapalak onajonlar. Ha, onaki bitta duo qiling. Allah'ım baraklarımızda bulunsun. Meleklerimiz kırılmasın Allah'ım. Kızlarımızı baktı, yigitlerimizi baktı olsun Allah'ım. Melekler Semalak kılıkta xonadonda baraka bersin Allah'ım. Xush kelmana qo'shla qarishsin. Murodiga maqsadiga yetishtirayversin Allah'ım. Hamma mashg'ullarlarim xush kelmana qo'shla qarib, murodiga maqsadiga yetishtirayversin Allah'ım. O kızlarimiz o'qishlarga kirsin Allah'ım. Cho'liklarga kirsin Allah'ım. Maktablarda a'lo baholar bilan bitirib, universitetlarga kirsin. Yaxshi dushmanlarga kelinlar, kuyovlar bo'lsin bolalar. Hammasi sog' salomat o'ynab turibgina yursin. Sumalagimiz hamisha shirin shakar. Shunday yaxshi qaynasin. Hozir sumalak atrofida qizchalar ikkita o'ynab beradi. Ulardan boshlaymiz. Ketamiz. Sumalagim qaynaydi. Ketadi bularni, Navro'zga qo'shilib yuribdi. Endi momolarimiz yana ashulalarimiz bor edi. Onajonim qaysi ashula edi? Qizlarim biladilar. Hammasini biladilar. Qizchalarimiz aytadi, biz qo'shib ketaveramiz. O'chirib yoqaymi yo bu turaversinmi? Qani boshladik, sakra. Mana bunasiga haylan. Mana ketdik. O'chalar maqsad bo'ylab. Ertadan boshlaysilar. Sakrab o'ynaysilar. Videoni o'tkazolmayman. Ketirdan bo'ylab. O'ynaylar.